Assalomualaykum hurmatli obunachilar. Meni Xudo xolasa 2026 fevralni 26-si. Xudo xolasa ishchilarimiz Urganch City'da. Xudo xolasa materiallarni akkallik mashinamiz o'zimizki dastlabki maji içinde beramiz. Xudo xolasa ishni yaqin uzoqina qarab dastlabkini shunga qarab aytib beramiz. Kulaklasam özlemsine ekkeldik. İşte 3 kanalı remontunu aldık. Kulaklasam. Hem işi abunacılarımıza işin nicayla nasip etse versin. Kulaklasam. Ben tarafta 3 kocalık buladık. Hem de 3 kocalık eken. Bir etajın yüzünde 6 kocalık buladık eken. Yine kulaklasam işir. Koridoru. Belenteki birimini tak. 3,5 bal, belenteki zor. Çok keyif. Bir de kanalizasiyasi o'tgan. Razyoza ishlarni shumkatib urib ma'qul. Kanalizatsiyamizga suv bergan vaqtida shitirdi sasi bo'lmaydi etmish uchun aytgan ma'qul. O'sha. Razyoza berib o'tirganda qurpatib bildirmasak, endi berni iloji yo'q, berib bo'rtatib, berib ya mebeldan, ko'shkodan postapga tuzatib beramiz. Har bir yerdan ekonom etib foydalanishga harakat etamiz. Xohlasa yine G holatında koridorimiz bu yan tarafı, chap tarafı birinchi uchetda kuxni mebeli общий котел bo'ladi ekan, tochkalar chiqib ketgan, batareyalarni o'ylan qo'yib qo'ysak bo'ldi ekan. Keyin Ariston uchun va posudamyka uchun bu kanalizatsiya ekan. Bu kanalizatsiyani просто daq ketgan ekanlar. Holati xohlasa oddiy mahluqlari yerlar tirishgan va o'tirishib ketgan. Shu holati xohlasa beni bir qator shifo qo'yib ketdi. Yan tarafimiz gaza blok ekan. Gaza blok bu Xorazmli blok emas, bu Buxoroniki. Sifatli ham chotki. Keyin bu yan tarafimizda bir spalni xili bor ekan. Aynalarimizni o'tib, podokонник qo'yib beramiz. Ugullarni bir qator ko'rib beramiz hozir. Lazerda teshkib ko'ramiz. Qiyshiq bo'lsa kontrollat bo'lmasa, normal bo'lsa o'zini shifo qilib bir qator, ikki qator urib taqlaymiz. Ana görünüşü. Mamır spalni. Yeri 3 metre belki 3,5. Belenteki zor. Her bir figür yazarsan sana çok güçleri yaraşadı bir yer. Buzağla. Gidecekten lakin zakonni. Güzel. Yine belenteki durum. Отлично. 3,5 bir iş borçluydu. Vallahi şimdi tutlaqab beramiz. Aboy desa aboy, acha centro desa acha centro, kraska desa kraska. Hozir modasi teyinni o'tib tayyorlab ko'pincha kraska turibdilar, acha centro ham qolib qo'yadir. Kapıdan giraverish yerlari bir zerkala yopishtirib, nibarni bir moykami, rakovina ustanib ketib berilsa, öyle 2-3 kodon yer etilse, muşta yan tarafta zerkala koyunca girdi çıkkı vaxtında üzerine qarab ketadigan yer. Bir xulolasa şimdi balandligim zo'r. Bu otopenichi plantizida shu shilka qo'yib ketganlar. Lahorda to'litsa kichikroqdan, lekin malasa bo'ladi. Yan tarafimizda unitaz dursa, birinchi tochkada bu yerda dush kabinasi bo'ladi. Yan tarafimizda rakovina qo'ysam bo'ladi. Shaxsiy yuzi uchun kichkina bo'ladi, lekin qisqarma joy bo'ladi. Xudo xolasa shuni joylardan hammani isbota bersam, like bosib boraveringlar. Xudo xolasa ishchilarimizni ko'rsatib boraveramiz.
pul küllerine üstüne üstü aytib boramiz. Aboylarimiz hazırda bahası 25 ming so'mdan bo'ladi kvadratı. Keyin shipoqlab o'tgan sloyi 15 ming. Ugullari jo'tiladigan bo'lsa misol shuni içinde de beramiz. Ko'proq rasxod vaqtimiz ko'proq ketadigan bo'lsa, kichikroq bo'lsa, uni uyniyasi bilan yasatib kelishib beramiz uyniylarni. Keyin atquzlarimiz bor. Atquzlarimiz yine uyniylarni nazar qo'yib, metraj adini podokонник qo'yiladi. Podokонникlarimizni birini kesib tashlab, buzib, podokонник qo'yib, peron sarfib, mahkam düzəlmiz. Benimki 10 santi. Yani bize ilacı olsa podokонникni 25 santimetre etib beraga chiqaramiz. Bu büyük bataryani 108 bo'lishi uchun. Keyin parda qo'ygandan splashni o'sha podokонник cheti bilan yuradigan bo'ladi. O'sha yerda bermaydigan bo'ladi. Mana şimdi keyin üzerimizde kapı danışba bunni natujlayam üzerimizden mi bilen üzerimizden müj ba telefon numaralı işlerini var göresizler. Yaxsa basıp beraveresizler üyelerine. Natujlayalım. Size tushuntirib o'tayım. Natujlay 4 metreden ziyod bo'lsa 55 tenge ketadi. 4 metreden kichikroq bo'lsa o 45 mingdan shu bo'lib boradi bahasi. Abone bo'ling, like bosing, podписчик bosib boring.